Mani tarbiyamga ta'sir qilyapsizlar. Nimani o'rgatyapsizlar menga? Tavba qildim. Bundan ko'ra planimni yopib beringlar, onasi demsin. Siz bizni voy, sizlar mani tarbiyamga ta'sir qilyapsizlar. Gapiraman deb men og'zimni yamchib ketay dedi. Jim turib turinglar. Siz o'rgatyapsiz-ku. Men qaytaryapman nabarot. Odam men o'rgatmayapman. Men qaytaryapman, hech nega aytgan. Xotininglar bo'lib turib boshqa qiz bilan gaplashmanglar. Unaqalar ko'payib ketganda hamman. Siz nima deyapsiz? Yo'q joydan kelib turib 4 barmoq, 5 barmoq qilib. 5 barmog'ingiz keldimi deyman? Yolda ketib chiqdi. Xotinga ani 4 barmoq, 5 barmoq qilib hammani nuqtacha bo'ladi. Hammani xayolidan shu nuqtacha buzdi. Mana emas. Manda ayb yo'q. Hamma ayb nuqtacha dedi. Endi Jamal aka, assalomu alaykum. Xotini yo'qlar, xotin olinglar. Rostdan. Tez borib sevib kelinglar-da, xotin olinglar keyin. Nima bo'lsa ham o'rta barmoq. O'rta barmoq prичем bu yerda? O'zi shunday. Hamma bechora bolalar, конечно. Bolalar yo'q. Hamma aytmanda dedi-ku. Keyin, manda ayb yo'q, hamma ayb bolalar. Aynayapsizlar o'sha, aynayapti уже hammasi. Qarang, alayka, gapiring, men tarafimni oling. O'zim akamsiz-ku. Voy, men o'sha jim tursin ham aybdorsan deganingizga bitta videoni ko'rdim-da. Короче, bitta qiz, yigitimi, erimi bilmayman kim bilandir. Billa yigitimdan o'qib turibdi, xolos, hech narsa qilgani yo'q. Qo'lini chiqargani ham yo'q-da. Mana shunday o'tiribdi qo'li. Suyanib turibdi. Qiz keldida videoga bir narsani ko'rsataman deb bundoq qiluvdi. Ani tushib ketdi-da, idishdagi narsa tushib ketdi-da. Qizimdoq bolaga qarab asabi buzilib, rahmat meni butun kunimni shunaqa qilib isport qilganing uchun. O'zi sanada bo'ldi hamma narsa deyapti-da. Qarang, bola bechora hech narsa qilgani yo'q. Qarab turibdi xolos. Qarab turibdi-da. Voy, aytishni ko'rganman-da, borku, mana shu joyiga. Hali bola hech narsa qilgani yo'q-da. Hali qiz shunaqa bolani sotyapti. Sanada bo'ldi, ko'rdingmi? Bechora bola nima bo'lganini hali tushunmay ham qoldi. Nimaga so'kishishdi bilmay ham qoldi. Aka, nechun bo'lib qoldingiz? Jim bo'lib qolmang unaqa aka.